Assalomu alaykum hammaga. Azizlarim, sizlarni jonli efirda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan judayam muhim bo'lgan, ayniqsa yil boshida muhim bo'lgan maqsad qo'yish va maqsadlarni amalga oshirish mavzusi to'g'risida gaplashamiz. Meni yaxshi ko'rib eshitayotgan bo'lsanglar, katta plus qo'yinglar. Kommentariyda, izohda chatda plus qo'yinglar. Agar meni yaxshi ko'rib eshitayotgan bo'lsanglar. Tak, YouTube'da yaxshi ko'rinyapti, eshitilyapti. Xo'p. Tak. Rahmat, ko'rdim pluslarni. Demak, boshlaymiz. Ko'pincha yangi yil boshlanishidan oldin odamlar maqsad qo'yishadi. O'ziga masalan 20 ta maqsadni ro'yxat qilib yozib chiqishadi, lekin fevralga borib bu maqsadlaridan ozgina bir qadamga ham siljimaganligini kuzatib xafa bo'lishadi. Undan tashqari yana mijozlarim e'tibor berishadi. Juda katta, chiroyli maqsadinglar bor, lekin u shunchalik uzoq va erishib bo'lmaydigan tuyuladiki, uni amalga oshirish uchun nima qilish kerakligini, qaysi tomondan boshlash kerakligini bilmay yuradi odamlar. Undan tashqari yana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'p insonlarni, muvaffaqiyatli bo'lgan insonlarni kuzatib, o'ziga o'zi savol beradi. Inson, men nimani noto'g'ri qilyapman, nimaga ularda hamma narsa o'xshaydi, muvaffaqiyatli, sovg'alar beradi, eri yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Ko'pincha ayol mijozlarim aytishadi, menda bo'lsa bunaqa o'xshamaydi, oilam ham notinch, turmush o'rtog'im jerkib gapiradi, shunga o'xshagan narsalarni aytishadi. Yoki bo'lmasam shunaqa bo'ladiki, xuddi bitta kunda qotib qolgandek, xuddi bir xil narsada erta bo'ladi, kun o'tadi, uyda ishlarni qilib, bolalarni bog'chaga, maktabga olib borib, yana ishlab, yana qaytib kelib, xuddi bir xildagi ishlarni, bir xildagi ro'zg'orli ishlarga bog'lanib qoladi. Va xuddi asosiy chiroyli hayotingiz tashqarida qayerdadir o'tib ketayotgandek bo'lib tuyuladi. Tak, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Agar o'zingizda bu hozirgi aytgan misollarimdan nimanidir o'zingizda borligini belgilagan bo'lsangiz, unda hozir bu jonli efirga kelib juda to'g'ri qilgansiz. Bugun sizlar bilan osmonda uchib yurmaymiz, qanaqadir orzularni yozib, balki nima uchun maqsadlarimiz qog'ozda qolib ketadi, amalga oshmaydi, balki o'zingiz orzuyingizni uni qadamma-qadam bajariladigan, rejaga aylantiradigan maqsadlarni yozib o'rganib olasiz. Shuning uchun jonli efir oxirigacha qoling. Bugun sizlar bilan yarim soat davomida maqsadlarimizni o'g'irlaydigan o'g'rilarni qo'sh tirnoq ichida 3 ta asosiy, aynan sizga xalaqit qiladigan 3 ta asosiy o'g'rini, maqsad o'g'risini topamiz. Undan tashqari psixologik nuqtai nazardan nima uchun biza shu miyamiz qarshilik ko'rsatadi maqsadlarimizga va u bilan qanaqa qilib gaplashib murosaga kelishni o'rgataman, hamda praktika beraman. Ko'pincha jonli efirlarda praktika beraman. Bular hayotingizni o'zgartirib, bugun uni ishga tushirib va o'zingizga foyda keltiradigan texnikalarni beraman. Shuning uchun oxirigacha qoling, amaliyotni bajaring. Buning uchun sizlarga qog'oz, daftar olinglar va ruchka yoki qalam olinglar. Ruchka olganinglar yaxshiroq. Demak, tayyor bo'lsanglar, plus qo'yinglar efirda. Ruchka hamda daftar olinglar. Jonli efirda ko'p foydali narsalarni gapiraman. Ularni nafaqat eshitib, balki yozib qoldirsanglar, o'zingizlar keyin yana o'qib takrorlashinglar mumkin bo'ladi. Tayyormiz deb yozibdilar. Yaxshi. Bo'lmasa boshlaymiz. Nima uchun
biza maqsad qo'yamiz, yaxshi niyat qilamiz, lekin haqiqatda realligiga bu maqsadlarimiz parchalanib yo'q bo'lib ketadi. Bunda 3 ta asosiy katta maqsadimizni o'g'rilari bor. Ular bizaga oldinga harakat qilishga xalaqit qiladi. Men sizlarga ularni birma-bir aytib ketaman. Siz o'zingizda bu narsalarni qaysi biri, bu maqsad o'g'rilarini qaysi biri sizda uchrashini o'zingiz belgilab borasiz. Demak, boshladik. Tak, demak, birinchi maqsad o'g'risi bu maqsad sizniki emasligi. Ya'ni maqsad soxta bo'lishi. Sizni asl maqsadingiz bo'lsa, u albatta amalga oshadi. Ko'pincha maqsadda soxta bo'lishi nimaga bog'liq? Biz ko'pincha shunaqa oilada tarbiyalanamiz. Jamiyatga, ota-onamizga yoki turmush o'rtog'imizga, shu atrofimizdagi insonlarga mos bo'lish uchun, ularni ko'nglini olishlik uchun harakat qilamiz. Masalan, katta uy olish yoki bo'lmasam turmushga chiqish vaqtida, chunki yosh o'tib qari qiz bo'lib qolmasligi kerak, yoki bo'lmasa karyera qilib bir katta lavozimni egallashimiz kerak, chunki bu anaqa prestijni deymiz-ku, obro'li bo'lishimiz kerak. Yoki shu katta hovli hammada bor, mana boshqalardan kam joyim yo'q degan fikrda yurishadi. Bunda o'zingizlarda samodiagnostika deyiladi. O'zingizlar diagnostika qiladigan savol beraman sizlarga. Buni yozib olinglar. Birinchi savol bu, masalan, hech kim meni muvaffaqiyatimni bilmaganda, men o'zim buni maqtanmasam, bu orzuyimni, maqsadimni amalga oshirishni xohlarmidim? Bu maqsadim meni xuddi yondirib, uni bajarishga ichimdan xursand bo'lamanmi degan savolni o'zingizlarga beringlar. Ya'ni bu muvaffaqiyatinglar, hech kim bilmasa bu muvaffaqiyatinglarni, hech kimga maqtana olmasanglar, bu maqsadinglarni xohlardinglarmi bo'lishini? Va bu maqsadingiz sizlarni yondirib, oldinga harakat qildiradimi? Qiziqtiradimi? Agar bu savolga kutinglar, siz savolni o'zingizlarga berasizlar va kutinglar nima javob keladi. Agarda yo'q yoki hayronman degan ikkilanish paydo bo'lsa, bu maqsadinglar sizga tashqaridan singdirilgan maqsad hisoblanadi. O'zingizni maqsadingiz, orzuyingiz emas. Va boshqalar xohlayotgan maqsad, orzularga sizni psixikangiz sizga hech qachon kuch-quvvat, energiya bermaydi. Shuning uchun xohlamaysiz va qog'ozda qolib ketadi. Tak, buni balki boshqa joylarda ham eshitgan bo'lishinglar mumkin. Tak, endi ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchi maqsad o'g'risi bu abstrakt bir orzu, maqsad bo'lishi, konkret vazifalar bo'lmasligi. Masalan, boy bo'lgim keladi yoki ozgim keladi yoki o'zimni yaxshi ko'rgan ishimni topgim keladi degan fikrlar yurishi mumkin. Shuni maqsad qilib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Bu chiroyli eshitiladi, lekin umuman miyangiz uchun nima harakat qilish kerakligi miyangiz uchun umuman tushunarsiz. Masalan, GPS navigatoriga o'tirganingizda har doim sizga marshrutni qo'yib beradi. Uni boshlang'ich nuqtasi va oxirgi boradigan manzilingiz yozilgan bo'ladi. Xuddi shunaqa bizani miyamizda ham o'zimizni boradigan baxt nuqtamiz, B nuqtamiz. Bunda konkret koordinatalari bo'ladi. Ya'ni konkret vazifalari bo'ladi. Nima harakat qilishimiz kerak. Shunda sizga yana bitta o'zi diagnostika qiladigan savol beraman. Demak, sizning maqsadingiz SMART prinsipi bo'yicha qurilganmi? Shu maqsadingizni yozganingizda uni SMART bo'yicha tekshirib ko'rishingiz mumkin. SMART bu ingliz tilidagi so'zlarning abreviaturasi. Ya'ni SMART bu spetsifik, tor, yo'naltirilgan, maxsus, M o'lchovli, uni o'lchab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hamda A bu ambition, siz
uni amalga oshira oladigan, amalga oshirishga kuchingiz yetadigan, sizdagi bor resurslaringiz yetarli bo'ladigan, siz uchun muhim bo'lgan va vaqt bo'yicha bu time, vaqt bo'yicha chegaralangan bo'lishi kerak. Ya'ni boshlanishi va tugashi yozilgan bo'lishi kerak. Agarda shu hamma instrument, smart instrumentiga, metodiga bilan tekshirganingizda hamma narsa bo'lsa, demak, bu to'g'ri maqsad bo'ladi. Ya'ni ozmoqchiman degan maqsad emas, balki 3 oy ichida 5 kiloga ozmoqchiman. Bunda haftasiga 3 marta sport bilan shug'ullanaman va ovqatlanishimni to'g'rilayman. Yeyotgan ovqatlarimga e'tibor beraman. Ovqatimni ham korreksiya qilaman. Shu maqsadda yozsangiz, bunda masalan maxsusligi bor, ya'ni 5 kilogramga ozasiz, nima harakatlar bilan mashq bajarib, sport zalga borasiz, yo uyda mashq bajarishingiz mumkin va yeyotgan ovqatlaringizni ham korreksiyaga keltirasiz va vaqti bor 3 oy davomida. Buni farqini ko'rdinglar. Ozmoqchiman bilan hozirga yetgan 3 oy ichida 5 kiloga sport mashg'ulotlari hamda ovqatlanishimni korreksiya qilish bilan ozaman. 5 kilo tashiyman vaznda degan jumla bu boshqacha eshitiladi. Ya'ni miyamiz uchun konkret nima harakat qilishlar bor. Ko'pincha noaniq bo'lgani, masalan, boyib ketaman, boyib ketishni xohlayman, ozmoqchiman degan narsalar bu noaniqlik. Такой обтекаемый deydi-ku, noaniq narsa bo'lganligi uchun bu miyamiz uchun har doim xavotir va qo'rquvni keltirib chiqaradi miyamiz uchun. Chunki u aniq emas va miya buni xuddi xavf-xatar bor deb qabul qiladi. Va shunaqa rejim ishga tushadi miyamizda. Bu prokrastinatsiya bo'ladi. O'zingizni har xil paysalga solib, har xil o'zingizga oqlaydigan narsalar topasiz. Bu miyangiz sizni stressdan himoya qilayotganini ko'rsatadi. Demak, ikkinchi maqsad o'g'risi ham ketdi. Endi uchinchi. Savollarni yozib oldinglar degan umiddaman. Yozib olgan bo'lsanglar yaxshi, yana takroran bajarsanglar ham bo'ladi. Buni har bitta maqsadingizga nisbatan bajarishinglar mumkin. Uchinchi maqsad o'g'risi bu motivatsiyani hamda sistemani hamda hozir sistema tizimi yo'qligi hamda motivatsiyaga fokusi yo'qligi. Ko'pchilik odamlar o'ylaydiki, maqsadini amalga oshirish uchun mustahkam iroda bo'lishi kerak va motivatsiyasi tugamasligi kerak deb o'ylashadi. Lekin motivatsiya bu shunaqa injiq ayolga o'xshatsa ham bo'ladi. U bugun bo'lsa, ertaga yo'q bo'lib qolishi mumkin. Shunda muvaffaqiyatli insonlar ko'pincha motivatsiyaga ishonmaydi. Ular tizimga ishonadi, sistemaga. Ya'ni tizim deganda muayyan bir narsalarni muntazam ravishda bajarib borishlik. Bu kichkina harakat bo'lsin, lekin uni har doim bajarasiz. Bular xuddi avtomatik harakatdek bo'lib ketadi. Masalan, juda ham yaxshi qilishni biladigan narsalaringiz bor, masalan, sabzi to'g'rasangiz yoki somsa tugganingizda bu hamma narsa sizda avtomatik ravishda ketadi. Lekin somsa tugishni endi o'rganganingizda yoki sabzi to'g'rashni endi o'rganayotgan paytingizda qo'lingizga pichoq kirib ketmasin yoki qanaqa taxlab olishim kerak sabzini degan fikrlarda bo'lgansiz va sekinroq qilgansiz. Lekin qayta qilganingizdan keyin uni o'rganib ketgansiz. Xuddi shunga o'xshab o'zini diagnostika qilishlik uchun savol beraman yana. O'zingizda har kungi yoki har haftada o'zingizni maqsadingizga erishtiradigan
harakatlaringizni rejasi bormi? Bu savolni o'zingizga bering. Yoki bo'lmasa kutib o'tirasiz, qachonki ilhom keladi, motivatsiya olaman va shunda birdaniga hamma narsani qilaman degan xayol bilan o'tirasizmi? Endi izohda yozinglarchi. 1, 2 yoki 3 yozinglar. Qaysi bir maqsad o'g'risi sizda ko'proq uchrar ekan, o'zingizda kuzatdingiz. Chatda yozinglar. YouTube'da izohda yozsanglar bo'ladi. Tak, salom. Hammasi bor debdilar, aralash. Ko'pincha o'sha maqsadda smart uslubini ishlatmaslik, undan tashqari boshqalarni maqsadi orqasida harakat qilib yurishlik yoki bo'lmasa sistemali ravishda, muntazam ravishda harakat qilmaslik ko'pchilikda uchraydi. Men ham o'zimda buni kuzataman. Bir narsani maqsad qilib qo'yib, bir narsa qilib, keyin yana tashlab qo'yishlik, keyin voy, uni qilmagan ekanman deb esiga tushadi odam va bunda vaqt yo'qotganini bilib qoladi. Bu ko'pchilikda bo'ladi. Lekin buni amallasa bo'ladi. O'zingizda bu narsani belgilagan bo'lsangiz, shu maqsad o'g'rilari sizga blok bo'layotganini, unda ular ustida ishlashingiz ham mumkin. Endi sizlarga amaliy qismiga o'tamiz. O'zimizni xalaqit qiladigan dushmanlarimizni, ya'ni maqsadlarimizni o'g'risini, dushmanimizni endi shularni o'rganib olganimizdan keyin, bilganimizdan keyin qurollanganmiz, bilamiz nima qilishni va sizlarga juda oddiy bo'lgan, lekin juda ham samara beradigan texnikani aytaman. Bu texnikani ham yozib olishinglar kerak bo'ladi. Texnikani nomi 10-3-1 deyiladi. 10-3-1. Demak, qog'oz, ruchka olib, uni yozib olinglar. Boshlaymiz. 10 bu sizni birinchi qadam, bu 10. Bu sizni ideal B nuqtangiz. O'zingizni shu yozgan maqsadlaringiz ro'yxatidan juda muhim sizga bo'lgan maqsadingizni tanlang. Shu bu yil yozgan maqsadlaringizdan va ko'zingizni yumib tasavvur qiling. Chuqur nafas olib chiqaring va tasavvur qiling. Bir yil o'tdi, 2026-yil o'tib ketdi va siz o'zingizni shu maqsadingizga erishdingiz. Siz shu erishgan maqsadingizni cho'qqisida turibsiz. Cho'qqisida turibsiz, atrofga qarang. Nimani ko'ryapsiz? Maqsadingizni erishganingizni, muvaffaqiyatingizni cho'qqisida turibsiz va atrofingizga qarang. Nimani ko'ryapsiz? Hayotingiz qanaqa ko'rinishni egallagan? Qanaqa ko'rinishda? Nimalarni eshityapsiz? Sizni yaqinlaringiz nima so'zlar gapirishyapti? Siz o'zingizga nima gapiryapsiz? Bunga e'tibor bering. Eslab qolishga harakat qiling. Ya'ni atrofingizda nimani ko'ryapsiz? Qanday ko'rinishda bu yangi maqsadingiz amalga oshgan hayotingiz? Nimani eshityapsiz? Yaqinlaringiz sizga nima deb gapiryapti va o'zingizga nimalarni gapiryapsiz? Keyingisi, taningiz bilan nimani his qilyapsiz? Taningiz bilan nimani his qilyapsiz? Yengillikmi, g'ururmi, o'zingizga ishonchmi yoki sokinlikmi? Bu holatingizga 100% kirishing, bog'laning shu holatingiz bilan. 10 ball desak, 10 ballga bog'laning shu holatingiz bilan. Har bitta hujayrangiz bilan bu holatingizni his qiling. Chunki bu holatingiz sizni oldinga harakat qildiradigan manba. Mashina benzinda yurganda bu ham sizni shunaqa manbangiz, energiyangiz. Bu hissiyotni qog'ozda, oldingizdagi daftaringizda
bitta yoki ikkita so'z bilan yozing o'zingizga. Bu erkinlik his qildingizmi yoki g'ururlandingizmi o'zingizdan, sokinlikmi, nima so'z keldi, shuni yozing. Tak, erkinlik, yengillik debdilar, yaxshi. Hayajon, yaxshi. Tak, keyingi qadam bu uch. Boya aytganimdek, praktikamiz 10-3-1 deyiladi. Ikkinchi qadam bu 3. Bu eng asosiy 3 qadam. Ko'zingizni endi ochasiz. Bu cho'qqiga erishish uchun siz bir nechta bosqichlardan o'tishingiz kerak. Ya'ni kattakon fil, maqsadimizni kattakon fil deb oladigan bo'lsak, uni mayda-mayda bo'laklarga bo'lishimiz kerak. Shuning uchun bu haqda o'ylab, uni 3 ta katta bir yo'nalishga yoki bosqichga bo'lib olishingiz kerak yoki qadam deysizmi. Bunda siz va sizni maqsadingiz orasida yotgan oraliqqa bosib o'tishga yordam beradi. Masalan, misolda tushuntiraman. Maqsadingiz o'zimni onlayn kursimni ochish yoki bir proyektimni boshlash yoki ishimni boshlash bo'lsa, unda 3 ta katta yo'nalish bo'lishi mumkin yoki 3 ta katta bosqich. Bu kursimni mavzusini aniqlash va auditoriyani analiz qilish. Ikkinchisi bu kursi programmasini tuzish hamda hamma darslarni yozib olish, video dars qilib. Uchinchisi bu shu reklamani yo'lga qo'yish yoki sayt ochish. Bu 3 ta kichkina maqsadga o'xshaydi, ko'rdinglar. Lekin bizani yo'limizni juda ham tushunarli va aniq qiladi. Ya'ni oldindan siz ko'rib bila olasiz. Hozir nima qilasiz, keyin nima qilasiz va 3-etapda nima qilasiz. Ya'ni juda ham aniq, tushunarli bo'lib turibdi. O'zingizning maqsadingizda misollarni yozishingiz mumkin shunga o'xshab. Endi 3-chi qadam bu 1. Bu yagona birinchi qadam, bu juda ham muhim hisoblanadi. Ko'pincha bu asosiy muhim qadamni biz bajarmaymiz. Va yoki bu qadamni juda katta qilmoqchi bo'lamiz. Lekin biz hozir sizlar bilan bu qadamni shu darajada kichkina qilamizki, uni amalga oshira olasiz. Ya'ni uni shu 24 soat ichida amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Va uni bajarilishiga 15 minutdan ko'p vaqt ketmaydi. Masalan, agar kurs yaratish boyagi misolimizni oladigan bo'lsak, kurs yaratish bo'yicha birinchi qadam bu kurs programmasini yaratish bo'lmaydi, balki bu murakkab narsa, ko'p vaqt talab qiladi, 15 minut ichida qila olmaysiz programmasini. Birinchi qadam bu kursim uchun 10 ta mavzuni yozib chiqish. Buni 15 minutda bemalol yoza olasiz, 10 tadan ham ko'p yoza olasiz. Yoki bo'lmasam, dugonamga telefon qilib, shunaqa kurslarni yoki biznes ochgan dugonamga telefon qilib, unga 3 ta meni qiziqtirayotgan savolni berish. Bemalol telefon qilib, u bilan 15 minut ichida gaplashib bilib olasiz. Yoki bo'lmasa, Google'da shunga o'xshagan yaratmoqchi meni sohamdagi kurslarni yaratgan muvaffaqiyatli misollarni topish, 5 ta misolni topish. To'g'rimi? Buni ham 15 minutda qila olasiz. Ya'ni bu aniq bo'lgan, ko'p vaqt talab qilmaydi, 15 minutdan kam yoki 15 minut davomida bajara oladigan juda ham kichkina, lekin juda muhim bo'lgan qadam hisoblanadi, maqsadingizga erishtiradigan. Tak, bu kichkina qadam prokrastinatsiyangizni yo'qotadi, buzadi va miyangizga tez dopamin beradi. Dopamin bilasizlar, bu zavqlanish, maza qilish gormoni hisoblanadi. U sizga vazifani bajargandan o'zingizdan xursand bo'lasiz.
va bu narsa sizda ketma-ketlikda kimyoviy reaksiyalar ketadi-ku. Xuddi shunaqa keyingi qadamlaringizga turtki bo'lib ketaveradi. Va keyingisini bajarasiz va undan keyingi bajarilib ketaveradi. Demak, hozir o'zida daftaringizda eng kichkina birinchi 24 soat ichida bajarishingiz mumkin bo'lgan qadamingizni yozib chiqing. Bu nima vazifa bo'ladi? Va uni bajaring. Efirdan keyin sразу bajarishingiz mumkin. Savollaringizni yozishingiz mumkin. Bugun efirda hozir tugatganimizdan keyin bir ishtirokchiga uni muammosi bo'yicha jonli efir o'zida tahlil o'tib beraman. Demak, yakunlaydigan bo'lsak jonli efirimizni, maqsadga bo'lgan yo'limiz bu tez yugurish emas, anaqa irodamizni tekshiradigan bu marafon hisoblanadi. Ya'ni tizimga asoslangan marafon. Marafon bilasizlar, uzoq kilometrga yuguriladi, uzoq yuguradi. Buning uchun nimalarni eslab qolishimiz kerak? Maqsadingiz, asl o'zingizni maqsadingizmi? U sizga motivatsiya beradimi, yo'qmi? Sizni xursand qiladimi, yo'qmi? Buni bilishingiz kerak, bunga ishonchingiz komil bo'lishi kerak. Va sizni orzungizni aniq bir vazifaga aylantirishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, bu maqsadingizni 3 ta katta bosqichlarga yoki yo'nalishlarga bo'lib chiqishingiz kerak. Va to'rtinchisi, eng asosiy, juda kichkina bo'lgan 24 soat davomida hozirdan boshlab bajarishingiz mumkin bo'lgan birinchi qadamni yozib chiqing. Toshkentdan gapiryapmiz. Jonli efir Toshkentdan bugun. Hozir kommentariyada yozsanglar bo'ladi. Birinchi qadaminglar nimadan iborat bo'ldi? O'zingizga nima vazifa qo'ydinglar? Va ko'pincha hammani oldida buni e'lon qilib gapirganinglarda bu sizlarni shu qo'ygan maqsadingizga mas'uliyat olganinglarni ko'rsatadi hammani oldida va bu maqsadinglarni amalga oshirishi bir necha marta oshiradi bajarilishini imkoniyatini. Вероятностini, shanslarini oshiradi. Shuning uchun hech ham qo'rqmanglar kichkina qadam qo'yishga. U kichkina bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, bitta statya o'qiysizmi yoki bitta havolani o'zingizga yuklab olasizmi yoki bitta xat yozasizmi klientga. Bu narsadan qo'rqmang, uni albatta bajaring. Va bu narsa boyaga aytganimdek kimyoviy reaksiyaga o'xshab sizga birinchidan dopamin beradi. U bo'lsa sizni xursand qilib keyingi maqsadingizni keyingi etaplariga o'tishga sizga turtki bo'lib, sizga yonilig'i bo'lib xizmat qiladi, energiya berib turadi. Motivatsiyangiz oshadi bundan. Rahmat sizlarga aktiv ishtirok etganinglar uchun, ko'rdim plyusiklarni, reaksiyalar uchun ham rahmat. Agar hozir men bilan birga bajargan bo'lsanglar, efirda bu juda katta qadam hisoblanadi. Chunki o'zingizning maqsadlaringiz, o'zingizga e'tibor qaratib, o'zingizni rivojlanishingiz uchun vaqt ajratganingiz ham juda katta yutuq hisoblanadi. Bu efirni saqlab qolaman, albatta qaytib zapisda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qaytadan xuddi shunaqa har bitta maqsadingiz ustida ishlab chiqishingiz mumkin. Smart nimaligini qisqa tushuntirdim. Oldingi shu YouTube kanalida ham va Telegram kanalida ham oldinroq teparoqga qarab chiqsanglar, shu joyda maqsadlarni smart bo'yicha qo'yish va tekshirish bor. Menimcha 25-yilni boshida bergan edim. Endi uni takroran qaytmadim, qisqa ravishda o'tib ketdim. Agar xohlasanglar qaytadan ko'rishingiz mumkin. YouTube kanalimda ham bor. Aynan shunaqa smart maqsad qo'yish deb nomlanadi. Yoki umuman maqsad qo'yish va amalga oshirish bugungiga o'xshagan mavzuda bo'ladi. Hozir chatni oching. Endi agar savollaringiz bo'lsa yozinglar va bir
ishtirokchiga efiri o'zida uni muammosi bo'yicha tahlil o'tib beraman. Marhamat, Telegramdan bizani tomosha qilayotgan ishtirokchilarimiz Telegramda mikrofonni yoqib gapirsanglar bo'ladi. YouTube'da kuzatayotgan kuzatuvchilarimga Telegram kanalga o'tishinglarni taklif qilaman, chunki Telegram kanalda yuzma-yuz muloqot qilishimiz oson. YouTube'da faqat men gapira olaman, sizlarni ovozinglarni eshitmayman. Tak, YouTube'da kanalimni nimasida описаниесida Telegram kanalini havolasi bor. Shuni bosib o'tsanglar bo'ladi. Marhamat, kim xohlaydi tahlil olishi jonli efir o'zida konsultatsiya ham olishinglar mumkin. Individual o'zimga yozsanglar Telegramda Sabachka Saodok nikim orqali yozsanglar bo'ladi. U ham YouTube'da bor. Telefonim ham bor. Shu orqali yozsanglar qaysi vaqt va kunda qulayligini tanlab, shu vaqtda sizlar bilan video orqali gaplashib, tahlil o'tib berishim mumkin. Hammani oldida o'zini emotsiyalarini, muammosini gapirib berish ko'pchilikga qiyin bo'ladi, uyaladi. Shuning uchun individual konsultatsiya yaxshi bunda. Va undan tashqari, agar qiziqsanglar, xavotir, qo'rquv ustida ishlash va o'zi umuman muammolari ustida ishlash, daromadini oshirish bo'yicha, qarzlari, kreditlardan qutulish bo'yicha Latofatli ayollar klubim bor. Shu klubga sizlarni taklif qilaman. Bu klubda xavotir, qo'rquvdan ishlash, o'zi umuman o'zidagi shu bo'lgan bloklovchi hissiyotlardan qutulish bo'yicha darslarim bor. Ularni ko'rishinglar mumkin va undan tashqari har bitta ishtirokchiga uni shu muammosi bo'yicha tahlil o'tib beraman. Aynan uni muammosi bo'yicha ishlaymiz va shu yanvar oyida pullar bo'yicha darslar boshlanadi. Qiziqsanglar o'zimga yozinglar, u haqda ham tushuntirib beraman. Klubga har oyda a'zolik orqali bo'ladi. Narxi ham juda ham qimmat emas. O'zimga yozinglar yoki chatda izohda klub deb yozsanglar, klub bo'yicha ma'lumot beraman va tahlil olish uchun ham o'zimga yozishinglar mumkin. Uni ham tushuntirib beraman. Vaqtini, qulay vaqtni tanlaymiz. Kunini va vaqtini. Tak. Hozir qarzlardan. Qarzlar, kreditlarni debdilar. Oldingi postlarimdan asosida yozgan bo'lsangiz kerak. Qarzlar, kreditlar bo'lishi bu shu nima uchun shu postlarimda buni yoritib boraman. Ko'pincha mijozlarimda kuzatgan narsa bu pullarni yaxshi topaman, lekin bir ma'lum bir mablag' yig'ganimda ular birdaniga yo'q bo'lib qoladi degan narsalarni aytishadi va kreditlarni ham olganimni bilmay qolaman. Bittasidan qutulgan bo'laman, ikkinchisiga ulanib ketadi degan so'zlarni gapirishadi. Bu narsa shu diagnostika qilganimizda mijozlarimda ularni onasiga bog'liq bo'lib chiqadi. Ko'pincha bu onasi bilan bo'lgan ziddiyatlari, ya'ni hozirgi real onangiz emas, balki bolalikdagi onangiz obraziga nisbatan bir munosabat hosil bo'ladi. Bu munosabat ziddiyatli bo'ladi ko'pincha. Shu, ya'ni onasini mehrini bola qabul qilmaslikka shu bolaligida qaror qilgan bo'ladi. Buni bola o'zi ham bilmaydi. Ongi ostida shunaqa qaror qabul bo'lgan bo'ladi va shuni natijasida katta bo'lsa ham undan chiqib keta olmaydi. Ya'ni dunyoga kelar ekanmiz, dunyoga ishonch, undagi hamma bor narsalardan foydalanishimiz mumkinligini, hamma bor narsalar serobligini, davlat ham, hamma boyliklar, davlat bor narsa, xohlagan narsamizni
istaganimizcha olib o'zimizga ishlatishimiz va baxtli bo'lishimiz mumkinligini ishonchini bu o'sha dunyoga ishonch deb aytiladi. Ona beradi. Ya'ni homila onani qornida 9 oy rivojlanib, keyin tug'ilgandan keyin to 1,5-3 yosh bo'lguncha 1,5 yoshgacha shu ishonch shakllanadi bolada. Bu yoshi ko'pincha 1,5 yoshgacha ko'pchilik inson esdan chiqarib yuboradi, uni eslolmaydi. Ya'ni o'zimni aqlimni tanigan paytim bu ko'pincha 3 yoshdan, 4 yoshdan yoki 5 yosh bir xil undan ham katta yoshini esla oladi. Nima sababdan? Chunki onasi bilan ko'p ajratilgan bolalar, masalan, onasi majbur bo'lgan ko'p ishlashlikka. Men ham bolaligimda sovet paytida unaqa 3 yilgacha dekret berilmagan, ko'pi bilan 3 oy berilgan. Shuning uchun masalan, meni ham odamlar aytardilar, men 1 yoshman, sinimni yo'rgiydaligida yasilkaga olib borishar ekan. Ya'ni bu juda ham kichkina, onadan ajragan bola va ona bilan shu bog'lanishi uzilgan bo'ladi. Yaxshi nyanichka qaragan bo'lsa ham, yaxshi buvisi qaragan yoki xolalari qaragan bo'lsa ham, bu bola onadan ajragan bo'ladi va onam qaytib kelarmikin degan qo'rquv hissiyoti bo'ladi, har doim bo'ladi. Onam meni tashlab ketdi degan. Shuning uchun bolalar bog'chaga olib borganda ham qattiq yig'laydi, onasi tashlab ketayotganda, otasimi, va bir xil o'rganadi, bir xil o'rganmaydi. Shu narsa dunyoga ishonchi shakllantiradi va bu narsa hamma shu yaxshiliklarni, noz-ne'matlarni men ola olmayman degan tuyg'uni ham beradi. Agarda shu narsa bo'lmasa, qo'rquv bo'lsa, onam meni tashlab ketadi degan qo'rquv bilan o'sgan bo'ladi, har xil zavisimist deydi. Alkogol, narkoman, ovqat ko'p yeb qo'yish, расстройство пищевого поведения deyiladi. Shu narsalar rivojlanadi. Qaramliklar. Zavisimist qaramliklar bo'ladi. Shu narsa ham shu paytda shakllanadi va qarz olishlik ham shu paytda shuni asosida shakllanadi. Katta bo'lganda o'ziga shu kreditlarga kirib qolishi, qarzlarga kirib qolishi ham shunga bog'liq. Bunaqa mijozlarimda qattiq onasi bilan ziddiyat turadi, bir xillarda onasini qabul qilmaslik bo'ladi shu oldingi bolalik paytida va ko'p o'tmagan anaqa g'azabi, xafagarchiliklari va kuchli uyat hissi turadi. Bu uyat qattiqdir ochilib qoldi degan uyat emas, men dunyoda borligim uchun uyalaman degan hissiyot bo'ladi. Buni hozir balki tushunishinglar qiyin bo'lar. Masalan, tahlilga bir marta kelgandan keyin mijozlarim xuddi ko'zim ochilgandek bo'ldi deb aytishadi. Umuman yengil bo'lishadi, chunki tahlilda biza qadamma-qadam shu masalan karam yoki piyozni tasavvur qilsanglar, har bitta qavati ochiladi. Xuddi shunaqa insonda ham ustidagi emotsiyalari, hissiyotlari bloklangan bo'ladi va bu bloklarni ochganimizda shu piyozni yoki karam ustidagi qavatlarini olib tashlaganimizda ochilib boradi. Inson uchun bu yaxshi narsa, chunki o'zini hissiyotlarini, emotsiyalarini ochiq eta oladi, ularni sezadi va ular bloklanmagan bo'ladi. Hamma hissiyotlarimizni bloklanishi bu shu hayotdan zavqlanib yashamaslik, pul topa olmaslik, munosabatlardagi ziddiyatlarga olib keladi va shu qarzga kirib ketishi yoki kreditlarga olib kelishi mumkin. Albatta, diagnostikada bu asl sababi nimaligini ko'rsatadi va boyaga aytayotganingiz bu ajdodlariga ham bog'liq bo'ladi. Chunki biz o'zimizda 7 ta mana avlodini bilish kerak degan gap yuradi-ku, kim ekan o'tganlarini taniysam, ayniqsa sovchilikka borishganda shuni gapirishadi. Bu shu narsaga bog'liqki, 7 ta ajdodimizdan kelayotgan ma'lumot DNK ma'lumoti bo'lib, avloddan avlodga o'tib keladi va har bitta masalan inson o'zidan oldingi o'tganlarni ma'lumotini o'zida saqlaydi. Masalan, ota-onangizga o'xshashingiz bo'lishingiz mumkin, tashqi ko'rinishingiz yoki bo'yingizga o'xshagan juda yaxshi talantingiz bo'lishi mumkin qanaqadir. Ya'ni yaxshi narsalarini ham, yomon narsalarini ham o'zimizda mujassam qilamiz. Va ular kimdadir namoyon bo'ladi, bu takrorlanuvchi ssenariy bo'lishi mumkin yoki katta pullardan qo'rqishlik, masalan, kimnidir
unaqadan revolyutsiyadan keyingi paytda quloq qilingan bo'lishi mumkin, mol mulki musodara qilingan paytda shu programmalar o'tirib qolgan bo'ladi va yoki kimnidir o'ldirishgan bo'ladi, uylari yonib ketgan bo'ladi. Shu narsa ham turadi. Bu katta pulli bo'lishi, davlat bo'lishi bu menga xavf xatar degan narsa bo'ladi. Shuning uchun ko'p pul topganingizda uni tezroq ishlatib, bu menda xavf, tezroq ishlatib yuborish kerak buni degan narsa programma ishga tushadi va pullar tez ketib qoladi. Xuddi suvdek ketib qolgandek bo'ladi. Mashina buziladi, kimdir kasal bo'ladi, yana kimdir so'rab keladi yaqin odamingiz va shunda bu pullaringiz ketib qoladi. Ya'ni miyangiz o'sha xavf omilidan bekitadi, sizni himoya qiladi. Psixologiya bo'yicha maqsad qo'yish va ularni amalga oshirish uchun nima qilish kerak degan mavzuda. Efirimiz уже yakunlab qoldi. Hozir savollarga javob beraman. Shuning uchun klubga kelinglar. Klubda bu hamma narsalarni yana ko'proq batafsil o'rganamiz va xavotir, qo'rquvdan ham chiqish bo'yicha darslarim bor. Ularni ham bajarib, siz qiynayotgan xavotir va qo'rquvlardan chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu panichniy atakalardan chiqishlik, xavotirdan chiqishlik bitta masalan tahlilni bitta seansda bo'lmaydi. Chunki uni asosida ko'p sabablar yotgan bo'lishi mumkin. Ularni birma-bir bosqichma-bosqich o'tib borgandan keyin ulardan to'liq chiqib ketsa bo'ladi. Bunda dorisiz chiqishi nazarda tutyapman. Bo'lgan ba'zi mijozlarimda bitta seans o'zida to'liq xavotiri ketib, butun shu oilasiga qaytib, yaxshi yashab ketgani bo'lgan. Tahlillar juda kuchli, samarali effekti bor. Shuning uchun bu metod tanlaganman va shu metodda ishlayman. Tahlil o'tmoqchi bo'lsanglar, ham kanalda yoki chatda plus qoldiringlar. Klubda ishtirok etmoqchi bo'lsanglar, bu oylik a'zolik pulini to'lash orqali amalga oshirasizlar. Unda ham plus qoldiringlar. Sizlar bilan bog'lanaman va qulay vaqtini, kunini belgilab sizlar bilan tahlil o'tkazishimiz mumkin. Batafsil ma'lumotni beraman. Klub haqida ham, tahlil haqida ham beraman ma'lumotni. Bu efirdan keyin ham savollaringiz qolgan bo'lsa, izohda yozinglar, chatda yozinglar. Telegramda ko'rayotgan obunachilarim. Sizlarning savollaringiz asosida keyingi efirlarni tayyorlashga harakat qilaman. Hozir hammangizga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Yaxshi dam olinglar. Keyingi efirlarda uchrashguncha xayr.